Aka siz olmuş kotalarınızga kallaga kesel tegmesligining sabab nima? Bir tek malın yok oluş tasir. Bir tek men hozir tushunmadim shu sababda sizniki. Demak Eğraldagi do'stlar yaxshimisizlar? Bugun biz kasallikni oldini elib maskalar bilan to'rinib olmoqchi. Sarxil sherkiti bilan birlashib saxovat o'rniga o'rinib olmoqchi. Sözümüzün delil sifatida biz Sarxil sherkitidagi Kamal efendim, Ahmet, Ro'zi cho'ndodimizniki bizning Chapchalaya cho'ng'bog'i yesimizga yetkazgan dehqonlarga iliq yetkazish partiya hukumatniki yaxshi siyosat bilan birlashib mahallimizga dehqonlarning kasalligining oldini olish tadbirlari qanday qilyotdi. Shu qatorda shularni yo'qlagash mana shu Sarxil sherkitiniki yemlari bilan mahallamizdagi dehqonlar bilan bir ko'rishib chiqaylik. Undan diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Akam bizga shish beryotdi, putqollari ko'shib ketgan bo'lsa-mu? Sarxil sherkitining illiqligini yetkazyotdi, peshon taraf tushib ketgan bo'lsa-mu degandek. Bu yoq meni bir qo'saq akam raqatli mirat oldi. Bugungi dehqonlarni yo'qlash faoliyatiga akam ovoz qo'shib o'zinglar ko'rgandek 20 kiloluk xaltni chishivatgidek kuchab turib o'ziniki iliq yetkazish faoliyatida qatnashganligini ifodalayotdi. Samjikam dezinfeksiyani yaxshi qilib bizni o'zini chaqirib olgan. Bu 50 kirmayla baş taraf aqirib olgan degandek bugungi Sarxil sherkitiniki tunji iliq yetkazish faoliyatida biz mahallimizga Islomjikam yo'qlab keldik. Islomjikam bu mahal bo'yicha shu kallaninki olsin, qo'tanning dezinfeksiyalash xizmatini eng yaxshi olib berayotgan akimiz bugun texnik yaxshi dezinfeksiyalasin deb Sarxil sherkitini azroq ko'ngli bilan dezinfeksiyalaydigan azroq dora, suyuqliklarni yetkazmagan bo'ldik. Bundan keyin Islomjikam seningmi chorvalaringning avib texmi qo'taldaringning malg'ut bo'lishiga tilakdoshmiz aka. Rahmat senga. Bu bizning endi Sarxilniki keng bakımçılarga qilgan arzusini ko'nga shunaqa olsun qabul qildik. Murabiyan yaxshi qilinglar deb ularning do'yindan iltotgan darsini bugun kelyapmiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi bizning ikkinchi chorvachilik oilasi bo'lsa bizning Satvoldi og'amiz bo'ladi. Satvoldi og'amiz o'zining jilqi baqsa biyelari kuylamaytin, ko'ngilda 17 ga bo'lmaytin, sirlar o'lsa bovshan to'lamaytin. Mana o'zi bir kunda 10 aq so'z suylamaytin og'amiz bo'ladi. Bu og'amizning da bugun Sarxildinki jem dermen yo'qlab kelgan bo'ldik. Satvoldi og'a, sizniki bo'lsa kasalning oldini olishda nayt yaxshi to'p qo'shganligingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Hech kimga yetmasgan ziyon bilan zahmat. Kasalning oldini yaxshi olgan Satvoldi og'amga rahmat. Vanxının qarşısında turib ketdik. İyi. Tezokni betga olib Vanxının qarşısında turib ketdik. Uyimiz döng жерде bo'lib, ko'shetdan birga qurib ketdik. Sarxilning jemni oldimizga tizib, Vanxunning qasında turib ketdik deb. Sarxil sherkitiniki bugungi illiqlik yetkazish, chorvachilikniki kasalligini oldini olish faoliyatida bizniki yana bir oila bo'lsa bizning Cho'ng'bog'iyasining Ordun kentiga joylashgan. Mana inimizdan uyiga keldik. Sarxilning azroq ko'nglini. Bularning bu serlarga tiymaydi endi. Bizning kishi bolalar maktabda o'qiydi. Mana bolaning turniga qarasa-da kesel qo'rqiydi. Kesel qo'rqadi. Buni o'zi Afrikadan kelgan, o'zi aradan ko'chib kelgan. Kelgan so'ng og'asi buni ikkovi da Afrikaningki Januva degan yerdan kelgan. Bularning sirlari qo'rqib bo'lsa-da kesel bo'lmaydi. So'ning uchun sizlarga de ko'pdan ko'p rahmat. Ey rahmat ey. Sarxil sherkitiniki. Qani. Uyqun tuting. Hurmatli ekrandagi do'stlar, bizniki navbatda kelgan chorvachi oilamiz bo'lsa, Tursunmuhammad Palta efendim bo'ldi. Tursunmuhammad Palta efendim yaxshimisiz? Yaxshi o'zinglar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bugun biz Sarxilninki xalq yemini akilib sizniki shu kasallikni oldini olishda yaxshi bir kuch chiqarayotgan o'zingizning kallariga, chorvalarga bo'lsin. Hozirgacha hech qanday kasal tegmaslikka sabab nima? Buning mudafiya. Ahmet Ro'zi efendi bizga ders o'tgan vaqtda mallarga haqni, ertib suyini shaqshmalar hech bersa yaxshi bo'ldi. Shu tariq shu beqiyotmiz mallarni. Hayotda yaxshi sizga hozir qayda qildimi? Ahmet Ro'zi efendimning shu do'yindagi gap so'zlari foyda qildimi? Foyda qildi. Ahmet Ro'zi efendiga rahmat, uzun yashasin. Bizniki yana bir yo'qlab kelgan akamiz bo'lsa, Navriddin akamiz bo'ladi. Mamkapni pudab qo'ydim osmon tarafda tuzun. Navriddin akamning qoshlari dazisiga o'xshash uzun degandek o'zi qoshliq bor ekan. Bugun bizning Sarxil sherkitiniki chorvachilik iliq yetkazish faoliyatida yana bir rolga chiqdi. Aka siz olmuş qo'talaringizga kallaga kasal tegmasligining sababi nima? Bir tek malın yok oluş tasir. Bir tek men hozir shu sababda sizniki. Demak, Navriddin akamning qo'saqlari old tarafdan to'qo'qashqa, buning qotiniga kasal tegmabdi. Bir tuyoq kalsim yo'q o'g'ashqa degandek, bir tuyoq kalsim yo'q o'g'ashqa, buning kasal tegmabdi. Rahmat sizga, rahmat. Rahmat. Sizga rahmat. Hashimjikam yaxshi odam, ideallari oliy. O degan hozirgacha g'ayvat shikoyatdan xoli degandek bizning Cho'ng'bog'i yesimizning Sopnilaq kentidagi Hashimjikam. Menga o'xshash shu quloq
sal ig'irroq aka ishimizdan. Lekin g'ayvat shikoyatlardan ner akimiz bugun men sarxilniki azroq ko'ngli akasama. Mush kallarniki dezinfeksiya ishlarini yaxshi qilibsa, buni bu yo'qig'imi chorvachilik ishlariniki texam ro'naq deb ketishini, oilaning texam baxt ko'p ketishini chelkamda umid qilaman. Qarlig'ashlar fasldan kelib, to'g'rislarda u bo'lib ketdi. Hashimjikam 50 kirmay shikinavrga buv ketdi. Ekranidagi do'stlar, o tarafimizdagi chorvachi akamiz bo'lsa, o'zining nejatiga og'ayni bilan bir umr meyvelanishirdigan, ko'chada yasinib shurdim deb 10 so'mlik hayvalanishirdigan Kamalkam bo'ldi. Bizning Sarxildagi Kamalkamniki mavsal o'rg'iroq bambinsi. Shuning uchun bugun Sarxildagi Kamalkamniki Sarxil yerlarda azroq ko'ngil so'g'ib keldik. Chorvalarga qarta mudofiyani yaxshi qilishni chekkanlik deb qilmak. Rahmat. Yaqakam yaxshi odam, ishnamisi oqidigan, yozichi olg'ini teg'i mol chiqib, eshak bilan mol boqidigan, bizniki olg'idiki yaxshi akimiz. Eshak bilan mol boqqizigan odam kerak bo'lib qolsa, yaqakamni aloqasi. Bo'ldi. Ko'ngli juma aka. Voy rahmat ham shunchalik nimquvvat qilganlarga mingdan ming rahmat etamiz. Sudanlarning unumli bo'lishi uchun. Nakitaydi. Mezi tanji ijodchi ha. 这个是我的豪哥哥，查干的时候白酒喝了，他模仿我们维吾尔族记的那个哈森哥了的。Zil Hasan Gala. Hatmi to'yini qilgan bizning alg'idagi tunji akamiz Lyogovin, deba. Lyogovin akamniki bizning Sarxilniki ko'ngilni topshirib oldik. Sarxil 这个公司的一点企业哥，希望这个调度然后高一下，好吗？好的，谢谢啊。好，谢谢你。我的普通话他还是给我。妈的。 Senin öyle çıkın benim taylayım bektimden. Ekranlık dostlar yaxshimisizlar? Bu yoq bo'lsa bizning Cho'ng'bo'g'ir esa Olg'i kentimizdagi Qurmonjon cho'ndodam. Ya'ni mushu olma birga o'xshash tunji avlod Minkoxan. 你是Minkoxan对吧？你好，你好，在这个今天过来这个散热鹤立这个羊，谢谢你。哦，是这卡玛丽和这个阿赫迈德鲁兹班的，你见过他们吗？哦，见过了。见过了。啊，在多远吗？ Doyun benim ma hangi şirken bir lavşınım var. He. Hemen Hoyancan了我去的。 哦，那天我们去过了。去过了。去过了。哦，好朋友哦，太好了。太好了。看着好。哦，我们团结亲江瑶族互补，看着朋友都疼我的。对，你的头发掉了，你穿的是帽子。这个烟像这个卡玛丽和阿赫迈德鲁兹，阿赫迈德鲁兹和卡玛丽先生的烟，给你了。以后希望你那个以后呢，这个预防这个方面好好的做出贡献。阿根廷呢提出的是西路和梅西，胡润珍组长天天说的是只有一个话，谢谢，谢谢，谢谢。好的。